Davom etamiz. Ohangaron shahrida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida kurash sport turi bo'yicha shahar prokurori kubogi bellashuvlari bo'lib o'tdi. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. 5 tashabbus olimpiadasi doirasidagi musobaqalar ommalashib, sifat jihatdan yildan yilga yuqori pog'onaga ko'tarilmoqda. Bunday jarayonlarni Toshkent viloyatining har bir shahar va tumanlarida kuzatish mumkin. Raqamlar bilan tahlil qilganda ushbu bellashuvlar viloyatning 1025 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida istiqomat qiluvchi 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 47 ming nafarga yaqin o'g'il-qizlar platformadan o'tib, ulardan 39 ming nafarga yaqin yoshlar, havaskor sportchilar mahalla bosqich bellashuvlarida o'z imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishdi. 5 tashabbus olimpiadasi doirasida sportning milliy kurash hamda erkin kurash sporti bo'yicha prokuror kubogi o'tkazildi. Unda erkin kurashdan 100 dan ortiq yoshlarimiz, milliy kurash bo'yicha 200 dan ortiq yoshlarimiz qatnashib, sovrinli o'rinlarni oldi. Maqsadimiz jinoyatchilikni oldini olish, uyushmagan yoshlarni birlashtirish hamda ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish. Musobaqada erkaklar 66, 73, 81, 90 kilogramm vazn toifasida, ayollar esa 4 ta vazn toifasida bellashuvlarga kirishdilar. Musobaqalar yakunida Ohangaron shahar prokurori kubogi bahslarining g'olib va sovrindorlari tashkilotchilar tomonidan medal, diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.